videolarimizni yor-yorlar bilan guldiroz qarsaylar bilan kutib olamiz. Qani marhamat. Yoshlarimizning bugungi baxtli kunlari bilan Moldova shahar hokimligi viloyatlik bo'limining mudiri Mahrigul Omonjonovni ham aytamiz aziz mehmonlarida qimmat keling mana rasmiy ravishda keling yo'llarimizda bugungi nikoh to'ylarini o'tkazamiz. Marhamat. Salam, hurmatli to'y so'chavning mehmonlari. Mana shu Moldova shahrida görevlerden aşağıların biri olan Burakların aşağısında oluşaklı olay toydaları sözlüdür. Sen Moldova şehir həkimliğinin ardından Burakların aşağısına bir casarlı, işlerinde üstünde, durduşunda eksilmez bağır. En yaman günlerinden şunun yağı şartlıklı olduğunu arzu olarak yaşlarımızı nikahdan geçirmeye başlayız. Aziz, siz Çınar'a gayretmemen lazım mı? Çınar'a siz Aziz'e durmuş
üstünlük, durmuşunuzda eksilmez vakit Türkmenistan vatanımıza, arkada prezidentimize ve parlamaşkaların biri olup, ruhu veren, sağdın, ilhalar, devletmen çağları periden geçiştirmenizi arzu ederiz. Vakit olun. Endi kelin yıllarımızın vakti için sizlerine valsga taklif edemiz. Qani yoshlarimiz, marhamat.
Sulun bağlardan, mağdanlı elimden sizlerge salam assalam. Assalam ey bağrı keng elim. Sizni ko'rib to'shadi dilim. Alpomish yigitu barchinoy qizlar. Sizlardayin mehmonlarga xizmatda bizlar. Assalomu alaykum. Mana shu bugungi kechamizga tashrif buyurgan muhtaram va muhtarama aziz mehmonlar. Mana bugun Mag'dalli shahrimizning maqsadli to'y makonida, Xurramovlar xonadonida, Mama Sahat akamiz, Jarqin yangamiz xonadonida katta to'y, katta tantana. Bu to'yni sababchilari esa mana kechamizni bezagi bo'lib turgan, to'rimizda o'zikka ko'z qo'yganday, bir-birlariga yarashib turgan, bugungi kechamizning shohi malikasi bo'lgan kelin-kuyovlarimiz, Azizjon ukamiz bilan Chilora singlimizning baxtli nikoh to'ylari. Albatta bu ikki yoshli bugungi baxt nikoh to'ylari bilan mana shu go'zal qo'shona maqsadli to'y nikoh xodimlari nomidan sizlar uchun xizmatga tayyor turgan san'atkorlarimiz nomidan, shaxsan o'z nomidan sizlarning bugungi baxtli kunlaringiz bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Sizlarga baxtli, baxtli turmush, bir umr bir-birlaringizni sevib, hurmat qilib yashash, betaraf Turkmaniston davlatimizning baxtiyorlik zamonasining eng baxtli kelin-kuyovlari bo'lishingizni tilakdoshimiz. Har bir narsaning boshlang'ichi bordek, mana bugungi bizim kechamizni boshlab berish uchun, bugungi to'yimizni ochib berish uchun so'z navbatiga taklif etamiz. O'rolov Yusuf akamizni hurmat bilan taklif etamiz. Qani marhamat Yusuf aka, keling. Kelib mana yoshlarimizning bugungi baxtli kunlari bilan tabriklab, bugungi kechamizni gurullatib ochib bersangiz, asta-sekinlik bilan kechamizni davom etamiz. Bugun to'y tantana, yaxshi udum an'ana, to'y bahona do'stlarim, diydor ko'rishdik yana. Qani marhamat keling. Hurmatli mehmonlar, mana shu bugun bizning Mama Sahat jiyan bilan Jarqin kelin kichkina o'g'illarni uylantirib katta to'y qilib o'tiribdi. To'ylari qutlu bo'lsin. Mama Sahat, Jarqin to'ylaring to'yga ulaşsın. Hemşe tapqanlaring to'yga ketsin. Ana şu bugungi to'yimizning sababkori jiyan bilan kelinayimiz ma'lum bo'lsin. Boshqa qolsinlar. Bola chaqasi ko'p bo'lib, obro'li o'shan ayni aytganday juda bir aqlli, obro'li boshqalar bo'lsin. Sizlarning to'ylarini, farzand to'ylarini, boshqa to'ylarini hammasiga quvonib bermak bizga og'ayni qarindoshlar bilan muyassar etsin. Hurmatli mehmonlar, mana shu hammamizda shunday to'ylarga yetkazsin. To'ylarda bir-birlarimizga izzat, hurmatimizni bilib to'ylarga qatnashib, to'ylarni yaxshi o'tkazing. Mening bugun iltimosim sizlardan to'yga yaxshi raqslarga tushib, yaxshi gaplar gapirib, to'yni juda yaxshi o'tkazishlaringizni sizlardan iltimos qilaman. Ana shu to'yda oshib deb e'lon qilamiz. To'yni yaxshi o'tkazaylik. Sizga ham katta rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Joningiz sog', boshingiz omon bo'lsin deb qolamiz. Bugun ikki yosh baxtini ko'rib, sevgiga shukrona aytadi ko'ngil. Muhabbat dunyoda
yo'qolishlariga ruxsat beramiz. Marhamat yoshlar. iltimos qilamiz. Keling-kelinlarimizni tabriklamoq uchun so'z navbatiga chiqadigan mehmonlarimiz bor bo'lsa, marhamat kelib ism shariflaringizni yozdirib ketishlaringiz mumkin. Ey aziz mehmonlar, go'zal chehralar, hayotim gulshani, gullasin yana. Keling bugun shodlikka to'lib, to tong otguncha bo'lsin tantanadiya. Navbatimizni mana elimizning yulduzlari bo'lib porlab turgan san'atkorlarimizga beramiz. Sizlarni keng davramizga taklif etib qolmoqchimiz. Toshimizdan kelgan mehmonlarimiz ham, san'atkorlarimiz ham bor. Mana Toshimizdan kelgan Botir mehmonimizga ashula navbatini beramiz. Qani mehmonlarimizni qarsanglar bilan kutib olamiz. Marhamat. Assalomu alaykum azizlar. Yana shu gün bir quvonchli kunga keldik. Mushakamiz xonadonda bir yaxshi kun. Bizlar ham shu o'z navbatimizda shu kelin-kuyovlarimizdan bir baxtli deymiz. Baxtli bo'lsinlar. Ilohim o'zlarini ko'paysinlar, yulduzlar ochsin. Hamisha shu yerlarga kelsak to'y qilib keladi. Bizlar ham Toshimiz yo'lindan hammalaringizga salom. Qo'limizdan kelgancha xizmat etamiz shu kun.